AQShga noto'g'ri migratsiya qilayotgan shaxslarni, noto'g'ri migratsiya qilayotgan shaxslar bular kimlar? Ya'ni bular AQSh hududiga endilikda chegarani noqonuniy bosib o'tganlar hibsga olinadi, kerak bo'lsa deportatsiya qilinadi. Kelish imkoniyatidan mahrum bo'ladi. Aks holda sizga qimmatga tushadi. Amerikaga borishni rejalashtiryapsizmi? Sizga eng yaxshi maslahatimiz bu qonuniy yo'l bilan vizaga topshirishingiz. Offline, ya'ni yuzma-yuz konsultatsiya olishingiz mumkin. Amerikaga viza olishda sizga qaysi yo'llanma to'g'ri kelishini biz sizga analiz qilib beramiz. Agarda sizga video yoqqan bo'lsa, videoga like bosing, kanalimizga obuna bo'ling va keyingi videolarni kuzatishda davom eting. Assalomu alaykum Grand Visa obunachilari. YouTube kanalimizda ko'rib turganingizdan juda ham xursandmiz. Bugungi mavzuyimiz AQShga noto'g'ri migratsiya qilayotgan shaxslarni ogohlantirib qo'ymoqchimiz. Ya'ni ularga hozirda yangi qonuniy choralar ko'rilyapti. Ya'ni unga yordam berganlar ham va u bo'yicha ketmoqdan odamlarga ham juda qattiq nazorat ostida saqlanib ularga qattiq choralar ko'rilyapti. Shuning uchun noto'g'ri migratsiya qilayotgan shaxslar bular kimlar? Ya'ni bular AQSh hududiga, ya'ni Meksika orqali kirib kelayotgan shaxslar hisoblanadi va ularga noto'g'ri ma'lumot bilan va noqonuniy yo'llar bilan kirib kelayotgan, endilikda chegarani noqonuniy bosib o'tganlar hibsga olinadi, kerak bo'lsa deportatsiya qilinadi. AQSh hududiga umuman kelish imkoniyatidan mahrum bo'ladi. Amerikaga borishni rejalashtiryapsizmi? Sizga eng yaxshi maslahatimiz bu qonuniy yo'l bilan vizaga topshirishingiz. Endi hammaga har xil yo'llanma to'g'ri keladi. Shuning uchun bemalol ofisimizga tashrif buyurib, biz bilan offline, ya'ni yuzma-yuz konsultatsiya olishingiz mumkin. Amerikaga viza olishda sizga qaysi yo'llanma to'g'ri kelishini biz sizga analiz qilib beramiz. Chunki Amerikaga ketishni juda ham ko'plab turli yo'llari mavjud. Buni biz sizga ofisga kelganingizda batafsil aytib o'tamiz. Maslahatimiz noqonuniy yo'llar bilan ketmang, aks holda sizga qimmatga tushadi. Agarda sizga video yoqqan bo'lsa, videoga like bosing, kanalimizga obuna bo'ling va keyingi videolarni kuzatishda davom eting. Hammaga rahmat.